Hammaga salom. To'g'risini aytsam, buncha odamga mening shaxsiy fikrim qiziq bo'lishini kutmagan edim. Mana shu qisqa vaqt oralig'ida 30 dan ortiq savollar keldi. Hammasiga javob beraman, oldin aytaman, lekin bitta videoda emas. Bu degani 30 ta har xil savollar keldi degani emas, yo'q. Shu ba'zilari bir xil ma'noga ega qaytar savollar bo'lgan. Ya'ni umumlashtirib javob beraman. Ya'ni misol uchun bugungi videoda sizning savolingizga javob bermagan bo'lsam, kuting, balki ertaga javob beraman, balki indinga va hokazo. Bugungi videoda adashmasam 8 ta yoki 9 ta odamdan shu bir xil tarzda kelgan savolga fikrimni bildiraman va bu Epstein ishi. Inglizchalab Epstein Files. Mana shu. Ba'zilar so'radi, kim o'zi Epstein nima bo'lyapti va hokazolar, ba'zilari so'radi, fikringiz nima mana shu holat bo'yicha. Va oldindan aytib o'taman, men sizga hozir qandaydir ilmiy faktlar yoki siyosiy faktlar va falsafa qilib o'tirmayman, shunchaki o'zimning shaxsiy fikrim. Bilganimni aytaman. Bu hodisa haqida qandaydir chuqur ma'lumotlarga ega emasman, shu bilganim va xulosalarim sizlar bilan ulashaman. Xo'p, Epstein kim o'zi? Shu boshidan boshlayman. Epstein tadbirkor, ishbilarmon, dunyo miqyosida va juda ham ko'p badavlat mana shu odamlar bilan tanishi bo'lgan. Mana shu tanishlardan bu Trump yoki kim yana? Mana shu Saudiya Arabistonning boyvachchalari, Elon Musk va hokazo. Xullas, kimni aytmang, qanaqa bu shu boyvachchani aytmang, hammasi bilan tanish bilishi bo'lgan bu Epsteinni. O'zi ham shu multimillioner, palon-piston, xullas pul absurd darajada ko'p. Mana shunday odam bo'lgan. Bo'lgan deganimga sabab o'ldi bu odam. Uning hikoyasi aslida juda ham eski hikoya. Adashmasam 10 yil oldin boshlangan edi. Lekin u paytda unaqa hype bo'lmagan. Xullas mana shu ishbilarmon, multimillioner, milliarder va hokazo qanaqadir orolda fohishaxona ochgan ekan. Va endi o'ylashingiz mumkin, fohishaxona hamma joyda bor-ku, lekin uning fohishaxonasi ajoyib bo'lgan. Yosh qizaloqlarga to'la fohishaxona bo'lgan ekan. 13 yoshli qizlar, 14 yoshli qizlar ham bo'lgan ekan. Va albatta-ki bu degani nima degani? Bu zo'ravonlik degani. Chunki 13-14 yosh bu qiz hisoblanadi, balog'atga voyaga yetmagan va shu sababli u o'zi roziman desa ham uning roziligi qabul qilinmaydi va shu bilan zo'rlash hisoblanadi. Tushundingiz? Mana shunday xullas fohishaxonasi bo'lgan, lekin bu odam badavlat bo'lganligi sababli bang'iti bittada uni ushlashmagan. Shu 10 yil oldin bitta, ikkita qanaqadir shikoyatlar kelgan politsiyaga. Bitta odam shikoyat qilgan, ikkinchi odam shikoyat qilgan va endi politsiya ochiq-oydin bunaqa odamga predyavyat qila olmaydi-ku, ya'ni ayblov qo'ya olmaydi. Shuning uchun sirli ravishda sekin-sekin kavlashni boshladi va oxiri mana necha yillardan keyin yetarlicha ma'lumotga ega bo'lgandan keyin yetarlicha asosga bang'itib keyin uni ushlashdi. 3-4 yil oldinmi, ushlashdi, bilmayman qachon ushlashdi va sudga tayyorlash uchun qamoqxonaga o'tkazib qo'yishdi. Va nima deb o'ylaysiz? Suddan oldin o'lib qoldi. Bandalik qildi deydimi? Va rasman uning o'limiga sabab o'zini o'zi o'ldirish. Lekin mana shu joyda mening shaxsiy fikrim, bu odam o'zini o'zi o'ldirmagan. Lazzat uchun shunchalik shu pastkashlikka, mana shunday xullas pedofiliyaga boradigan odam lazzat uchun o'zini o'ldirishi qandaydir mantiqsiz tuyulyapti. Bunaqa odamda g'urur degan narsa bo'lmaydi. Chunki g'ururi bo'lganda avvalambor bu ishni qilmagan bo'lardi. Ochiq-oydin narsa men uchun shu hukumatdagi kimdir uni sekingina yo'q qilgan. Bu hazil narsa emas-ku, to'g'rimi? Qamoqdagi odamni o'ldirish. Ya'ni qandaydir ular qudratga ega bo'lgan odam bu ishni qilgan. Lekin rasman u o'zini o'zi o'ldirgan deb hisoblanadi. Mana shundan keyin o'zini o'zi o'ldirib qo'yganidan keyin bu shov-shuv ko'tarilib ketdi. Mana haqiqat yashirilyapti, hukumat buni qilyapti va hokazolar deb katta hype bo'lib ketgan. Vaholanki buning ishi 10 yildan beri o'zi ommaga ochiq edi. Lekin mana shu o'zi o'lib qolgandan keyin hype ko'tarilib ketdi. Va yaqinda adashmasam yana hype boshlandi, chunki uning ishi degani uning mana shu faylllari, ya'ni xullas fohishaxonasi uchun qilgan otchotlari va mana shu fohishaxonasiga kelgan odamlari bilan yozishmalari va hokazolari ochilibdi, shu ommaga chiqibdi, men bir narsa bo'libdi, mana shundan yana boshlandi hype. U mana shu
Epstein bu odam bilan gaplashgan ekan, uni mana shu fohishaxonasiga mana shu odamlar kelgan ekan va hokazo. U ro'yxatida kimlar ham bor ekan. Shu Saudiya Arabistondan ham bor ekan, Tramp ham bor ekan, kimi demay hammasi bor ekan xullas. Qiziqmadim kimlar bor, lekin tushundingiz. Menman degan odamlar bor ekan mana shu ro'yxatida oroliga kelgan. Xo'p, nima endi mening fikrim? Mening fikrim bu joyda qandaydir va deydigan joyim yo'q. Chunki men tushunib turaman, biz barchamiz, nima demang, barchamiz nisbatan iflosmiz. Yoki ruschalab gapiradigan bo'lsak, у нас у всех есть скелеты в шкафу. Bilmayman o'zbekchalab qanaqa bo'ladi. Tushuntirishga harakat qilaman. Bizning barchamizda biz o'zimiz noto'g'ri yoki iflos yoki jirkanch deb hisoblagan qandaydir sirlarimiz bor. Keling, xolis bo'laylik, barchamizda bor bu narsa. Lekin farqimiz shundaki, bizning mana shu sirlarimiz, bizning mana shu biz iflos deb bilgan ishlarimiz o'zimizga yarasha. Ya'ni har bir odamning o'ziga yarasha mana shunday iflosliklari, isqirtliklari bor. Va endi tasavvur qiling, Epstein kabi odam. Multimilliarder, pul va shu muammo emas, jirkanch darajada boy odam uchun endi o'ziga yarasha uning ham isqirtligi bo'ladi. Ya'ni mana shunday odamning o'ziga yarasha isqirtligi mana nima deydi? Pedofiliyalik fohishaxona darajasini tushundingiz-a? Ya'ni mana shu darajadagi odamning isqirtligi mana shu. Misol uchun mening darajamdagi isqirtligim o'zimga yarasha menda ham bor. Sizda ham bor, hammada bor. Aytmoqchimanki, nичего удивительного. Ajablanarli hech narsa ko'rmadim bu ishdan. O'zingiz o'ylang, shunchalik boy odam, xohlagan narsasini qilib ko'rgan, hamma narsadan lazzatni olib bo'lgan, lekin biz shunchalik egoistичный, ya'ni xudbin jonzotmizki, bizga hamisha kamlik qiladi. Bitta narsani qilib ko'rdingizmi, bundan ko'pini xohlaysiz. Uni qilib ko'rdingizmi, bundan ko'pini xohlaysiz. Shunday badavlat odam menman degan chiroyli ayolni qildi, kamlik qildi, yanada ham ko'proq xohlayapti. Uni qildi, buni qildi, uni qildi, buni qildi. Oxiri tushunyaptiki, mana shu lazzatiga, u xohlayotgan lazzatiga yetish oxiri o'sha yoshga taqalyapti. Ya'ni yoshroq. Ishonchim komilki, u mana shu fohishaxonasini ochganda qanaqadir bang'iti bir kun uyg'onib, bugundan boshlab men pedofiliya bilan shug'ullanaman degan fikrga kelmagan. Yo'q, tushunishimcha boshida shu yoshlar bilan qilgan, misol uchun o'zi katta ho'kiz bo'lsa 50-60 yoshli, boshida balki 30 yoshlilar bilan, 30 yoshli ayollar bilan buni qilgan, keyin 20 ga tushgan, keyin 18 ga tushgan, keyin o'zi mana o'ylanadigan 17 qarasa bemalol bo'lyapti, keyin 16, 15, 14, 13 va hokazo. Albattaki menimcha bu odam o'zini o'zi aldagan, buni rozilik bilan qilyapmiz. Mana shu qizlar o'zlari rozi bo'lyapti bu narsaga degan fikrda, chunki bor shunday qizlar. Haqiqatan ham men shaxsan ko'rganman bunday qizlarni. 14 ga kirgan, 13 ga kirgan, pul uchun hamma narsaga tayyor. Ya'ni ular tushunmayapti o'zlari nima qilyapti bu qizlar. Ya'ni 13-14 yoshli qizlar pul uchun, men shaxsan bilaman buni shunaqa vaziyatlarni, holatlarni. 13-14 yoshli qiz o'zi xohlab pul uchun jinsiy aloqa qilgan katta ho'kizlar bilan pul uchun. Va endi Epstein ham menimcha shu bilan o'zini oqlagan, vijdoni kuyib ketgan, lekin baribir qandaydir o'ziga dalda bergan, mana men pul beryapman-ku deb. Lekin qonunan baribir bu zo'ravonlik hisoblanadi, zo'rlash, pedofiliya va hokazo. Va endi u shunchalik boy bo'lgandan keyin, tanish bilishlari bo'lgandan keyin albattaki biz nima qilamiz? Hammaga buni ulashishni xohlaymiz. Chunki agar bitta o'zi qilsa, bundan lazzat ko'rmaydi. Bu o'zining mana shuni boshqalarga ham ko'rsatish kerak. Va endi boshqalarni ham chaqirish kerak. Boshqalar ham o'ziga o'xshagan iflos odamlar, hamma narsani lazzatini ko'rib bo'lgan, yanada ham ko'proq xohlayapti. Qarasa bu yerda Epstein akamiz shunaqa narsa imkoniyat qilib qo'yibdi. Yana bitta narsa, Epstein nimaga mana shuncha odamlar bilan aloqasi bo'lgan, shuncha odamlar uning oroliga kelgan? Epstein xullas azaldan o'zi mana shunday mashaynik bo'lgan. Nima bo'ladi mashaynik o'zbekchalab? To'g'risi bilmayman. Xullas eskidan Epstein mana shunday usta odam bo'lgan. 80-yillarda milliarderlarni pullarini nalogsiz saqlash, xullas bu qilish bilan shug'ullangan. Mana shu bilan tanilgan odam. Ya'ni ishbilarmon.
hamisha cho'tki ish qilib qo'yadigan odam, hech qachon ushalmaydigan odam sifatida tanilgan mana shu ommaga. Endi mana shu hamisha hamma narsani cho'tki qiladigan odam, hech qachon ushalmaydigan odam bitta orolda fohishaxona ochibdi, mana shunday noqonuniy qizlar, noqonuniy yoshdagi qizlar bilan. Lekin u hamma narsani cho'tki qiladi-ku, hech kim uni usha olmaydi-ku. Demak, men ham borsam bo'ladi, muammo bo'lmaydi deb odamlar endi borganda, o'zi tushunyapsizmi? Mana shu. Va aytganimdek, xulosam shuki, ajablanarli hech narsasi yo'q. Har bir odamning o'ziga yarasha isqirtligi bor. Uning o'ziga yarasha isqirtligi mana shu. Endi bitta ikkita raddiyalarga yana fikrimni bildirsam, ko'rdim, biznikilarga bu yerda mana g'arb iflosligi, mana g'arbdagilar, mana unaqa, mana bunaqa deb hozir bu yerda rosa, ayniqsa dindorlarga qara o'zlari nima qilishyapti, mana shu g'arb falon-piston deb. Inson aynan mana shu to'g'ri, bu odam g'arb endi madaniyatiga ega bo'lgan odam buni qilyapti, lekin uning oroliga kirganlar faqat g'arbdagilar emas-ku. Saudiya Arabistonidan qanchasi turibdi ro'yxatida, tushunishimcha. Asosan o'zi menimcha arablar shekilli uning ro'yxatida. Lekin gap u qayerdan, nimaligidan emas. Gap kimning madaniyati ham haqida emas. Bu haqda gapirmoqchi emasman. Aytmoqchi bo'lganimki, mana shunchalik g'arb iflos ekan, mana g'arbdagilar mana shunday g'oyalarni qilibdi. Savol bering. Nimaga bu aniqlandi? Qaysi madaniyat orqali bu aniqlandi? So'z erkinligi orqali bu aniqlandi. Agar bu narsa tushunishimcha O'rta Osiyoda yoki mana shu bizning regionda sodir bo'lganda mana shu narsa biznikilar chiqmardi, chunki ayollarda or nomus degan narsa bor, uni o'chirib yurishardi. Lekin aynan mana shu g'arb madaniyati tufayli, so'z erkinligi tufayli, ochiq oydin tanqid ochiqligi tufayli, ya'ni bu joyda mana hukumatdagi odamlar aralashgan bo'lsa ham, odamlar qo'rqmasdan chiqyapti, gapiryapti mana shuni. O'zbekistonda bu narsa bo'lganda yoki boshqa mana shu SNG davlatlarda bu narsa bo'lganda nima bo'lardi? Hammasi ko'tini qisib yurardi. Ya'ni aytmoqchimanki, to'g'ri, mana shu g'arbdagi ifloslar shunday ishlarni qilyapti va g'arb madaniyati mana shunday iflos ekan, lekin aynan g'arb madaniyati tufayli, ya'ni so'z erkinligi va tanqidga ochiqligi tufayli mana shu ochildi ishi. Ko'ti ochildi buni. Shuni aytmoqchiman. Ya'ni har bitta madaniyatning o'ziga yarasha plyusi, minusi bor. Boshqa madaniyatda bo'lganda yana bir bor qaytarib o'taman, ayollar or nomusini saqlash uchun unni o'chirib yurgan bo'lardi. Mana shu travma bilan qolib ketgan bo'lardi. Lekin mana g'arb madaniyatida ayollar buni mana tinch qo'ya olmadi, so'z erkinligidan foydalanib, tanqidga ochiqligidan foydalanib chiqdi. Va mana natijasi. Shu mening fikrim. Shuning uchun propagandaga berilmay, mana g'arbdagilar iflos bo'ladi desa, xo'p deb qo'yaring. G'arbdagilar iflos bo'lsa ham o'ziga yarasha mana yaxshi taraflari ham bor. Shu mening fikrim, xullas Epstein ishlari bo'yicha. Shundilar degan umiddaman. Gapni aylantirib yubordim, lekin aynan shuni xohlagan edinglar. Hammaga xayrli kun, tinch bo'linglar.